who are living in a fantasy, perfect little world of make-believe. yaxshimisizlar? Joshi vlogim xush keldinglar. Men ovozli video ishlamagin xeyli ketibdi. Shu men tatib qo'ydim. Bu yer bo'lsa, dentidan tushganligi, denti ro'xi bo'ldi. Shunlashqa ma'vu qo'njen o'zimizga tavash bu yer biroqlam oyoq shkaf bilan zavullarni qo'ydigan yer qildim. Bu uy bek test bitdi. Chunki ham yana o'zimning ko'nglimdagidek qilma deb bek chapata tiketdim, lekin oxirida ham ko'nglimdagidek chiqdi. Bu yerda qarsanglar bek go'zallar. Shonkaymerning oldiga Tavtaydan birini yasatdim. Bu shonkaymerni bek so'rdilar, ammo lekin bu bek chiroyli chiqdi yaraslam. Bu oshxonamningki janti shougosi. Tavtayning yeniga bir sho'lonto yasatdim. Odatda sular kerak bo'lib qolsa, qaynagan ishlar bo'lib qolsa, udullam ashuningdan elib suv quysak bo'ldi. Bu yoqdan yana javurlardan elib quyib shumaydiganga begaplikkan. Bu yer bo'lsa, Longyang tay bu yerga pension binaslar keldi. Men o'yliqqa chiqayotgani tomning o'rni, buni mo biroqlam oshxona bilan birlashtirib etdim. Tavtayninki shkafning og'iz kamidi u kelsa, andan Mao Zedongninki bilan Mudibaninki shenje chosning bir narsa bakamini men kvantu tutib bo'lib qoldi. Sijelim yana bir chuli qilayotganki, andan meni xayolimdagidek chiqadi deb o'ylayman. Bu yer bo'lsa, kating piyaninki deg pilus kamidi, bu yerga pilu keldi. Andan katingni shunday oddilam ham rahatlam qildim, chunki kating rahat ham cho'ng chiqsa, menimcha chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Mao Imojenning o'rni Imojenning ishda burishlam qildim. Bu shkafning og'zi yo'q ham shunday chiqdi. Pardani uzun qo'yibsiz deymanlar, chunki bu pardani men o'zim shunday uzun qilgan. Ishda chiqsa o'zim yaxshi ko'rganman. Bu katingninki Mao Kondiyonning ishidek bitmay, yana uyning bir yerlarini teshib etdi. Kondiyonning og'zini yapman qaranglar. Men yasab bo'lganda men yana bunda teshib bunda qilib qo'ydi. Endi buni kelib o'ngshaydi dedi. Joshida cho'qim ham men o'zimning degandek chiqish kerak deb kirish olsa bo'lmaydi. Cho'qim bir yerdan o'zimizning ko'nglimdagidek chiqmay qolgan yerlarim bo'ldi. Qaranglar, men ishni men o'zim sirildim. Bu ishik aslimishda Jugan Hongmishda set Jugan Hongdi shuni bilan ko'zimga faqat sig'may qoldi. Bir sirchilan akagisam bir ishni men qo'ydan sirlaymiz dedi, chunki biz boshda ishda 3 baş men qo'y dedi. Shuni bilan men 99 qo'y bilan tutadim. Bo'pti, menimcha xil bo'lib qoldi shog'osi. Ishda ishik sirtida qashtiran lazım men istamadi ekan. Sizlarning mo ishikning rangini o'zgartganlar bo'lsa, o'sha sirni pishirtinglar, har xil ranglari bor ekan. Bu yer bo'lsa, Vishanjian, buning sirrasini bizdan bek yaxshi ko'rman. Buni o'zim maxsus tapay qilg'izib qolgan. Shunki o'zimnikidek chiqdi. Men bir chiroq qilg'izdim. Bu chiroqning roli yo'q, faqat texnik go'zallashtiradigan rol bor. Endi bu yoqda bir xo'za bor. Xo'zani oltin rang tanlagan bo'lsam, jinsi tanlagan bo'lsam balkim texnik chiroyli bo'ladi, lekin burun qo'yimniki jinsi deyib, buni o'sha etsa deyib kelsa, fahsi meni to'liq shunga maqidim. Oxirim tanladim. Bu bo'lsa, o'g'limning uyi, bu yerga bir mujibning qarvatlari, qo'yizlari degan narsalar kelgan, texnik qilish qo'yilgan. Bu uyning o'zi shkafninki tutqichlaridan tatib, men o'zim birlab ko'rib, o'zim tanlab qildim. Bek umaq bek tatlı qaranglar. Bu bo'lsa, juvoning hech qanday ortiq narsa yo'q, faqat oppoqlam tub tuzlam qolgan uy. Renjonglar kirganda anoniki shog'osini ko'ra olasizlar. Hozir shunda oddiylam o'zim yaxshi ko'radigan, qancha oddiy bo'lsa shuncha yaxshi degandim, ko'nglimdek chiqdi. Endi bu yerdan ikkinchi qavat chiqamiz. Bu ikkinchi qavatning chirqini bek tasti ostoq, chunki mening singos bek yezgan shu mashq bek qiynalib ketdi, lekin biz bo'lgandiki shog'osi xila chiroyli chiqdi. Bu chiroqlik uyga mos keldi deb o'ylayman. Men ikkinchi qavatning o'rnisi bu sirran beksada. Buni yo'lchi bilan maslahatlashmayman. Akab chaplog' o'tibdi. Buni oxirida yana bir chivaki ashning bilan sirlayman. Faqat vaqtim yetmaydi bunga. Men ishni qo'yib turayozib, bu sirran ko'zim ko'rinmasin deb odat ishni qo'yman. Men ikkinchi qavatning uyning rangi amaliyotning bunday rang demagandim, lekin sirg'an vaqtda mishta fugu nayxon chushi xonsa qilibdi. Shundan bu qanishib qoldi, pardalarim bilan qizim qanishib qoldi ekan deb yana bo'pti dedim. Men yana bir cho'g'u jian bor. 看完效果是你软装进场以后才能知道。按你别等，回头这个回来的黑我小不拉么多，我们是bir qalay qancha qilardim. Avval uyning ichini chiroyli ko'nglimizgidek qilib olib, ondan o'ylaga tutish qilaylik dedik. Bu o'zininki ahvolatim shundoq qalay mehnatchilik degandek, bu yerda qarag'dek vaqtimiz yo'q. Bu yerga xiyollarim bekchiq, shonfalarim bekchiq aldirmay, buyani qilma. Chitay bo'linglar, jo'qo, bu dakadim. Layliganda buni ayrim shpring chiqarman. Shuning bilan bu qitimni vlogimiz oxirlashdi. Oxirgacha ko'rganingizga rahmat, xayr xo'sh.